Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi YouTube'dagi obzorimizni boshlaymiz. Bugungi narchi mashinani ko'rsatib o'tamiz. Tak, birinchisi Equinox. Mashinamiz 23 ishlab chiqarilgan, 24 salondan olingan, 4 ta Nexon balon qo'yilgan, 600 dollarga parol qo'yilgan. Kurugoy tonirovkasi 5 oy ruxsatnomasi bor. Tak, salonlari ideal holatda. Mashinamiz 4 ta vidishli, obunachilar. Abduf bor, fed-up display bor, palaso upravleniya bor. Xullas ideal holatda panorama lyuklari ham bor. Orqa qismlari ham matvi holatda turibdi. Qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Xudo xolasa bemalol tekshirib o'rasizlar obunachilar. Mashinamiz oq rangda, belejim chiqmas. Ideal holatda orqa kalampirlar ham qo'yilgan. Oldiga tumankala qo'yilgan original. Xullas mashinamiz tayyor. Qisqa qilib aytganda, mashinamiz tayyor. Shunda olasizlar, haydaysizlar. Obunachilar, bu mashinamiz narxiga kelsak, narxini 33,5 ming dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib joy narxi beramiz. Barter xizmatimiz ham bor. Nasiya savdoga 7-8 ming bilan ham chiqadi. Kim kerak bo'lsa chiqaverasiz aloqaga. Keyingisi Malibu XL. Mashinamiz 2024-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi bitta mash krelning uchida bor, petnosi bor. Qolgan joyi toza, endi bamperlarida bor, qolgan joyi toza. Ideal holatda 4 ta yaxshi balon qo'yilgan. Ochib yuboring buni aka. Buni qolgan joyi toza, orqa bamperda kraskasi bor. Tonirovkasi faqat orqasiga qilib qo'yilgan, yaxshi polilari bor. Yaxshi 4 ta balon taqilgan. Ideal holatda, salonlar ham yaxshi holatda turibdi. Qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Tak, bu mashinamizni narxiga kelsak, narxini 28,5 ming dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib joyni qilib beramiz. Hozir salon qismini ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Obunachilar, salonlari ham ideal turibdi. Ya'ni yaxshi polida qo'yib qo'yilgan. Buni ham hamma navrati bor. Bunda ham Abduf bor, fed-up bor, palaso upravleniya bor. Sidina saqlaniya ham bor bunda. Orqalari ham 419 millionlik eng full varianti bu. Mashinamiz yaxshi holatda, panorama lyukli, hamma navrati bor. Keyingisi obunachilar ikkita Tahoe. Mashinalarimiz 24-yil salondan olingan. Qisqa ma'lumot, 23 tex pasport, kraskalar top toza, bamperigacha toza obunachilar. Bularimiz pnevma podveskali, 4 ta vidishli, palaso upravleniya, hamma navrati bor, abagrep bo'ladi, sidiniya, orqalaridan monitor bo'ladi, panorama lyuklari bor. Xullas ideal holatda Tahoe'miz O'zbekistonning eng bilatnoy mashinasi desak ham bo'ladi. Tankasi bu, chista. Orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Orqalari kapitansiy bo'ladi. 7 kishilik oilaviy semenniy zo'r mashinamiz. Mana orqadan monitor bor. Kapitansiy, orqadan bolalar bemalol o'tirib, konditsionerlari ham bor, cho'tki ishlaydi. 220 toki ham bor, xolodilnik ham bor obunachilar. Xolodilnik bu suvlarni qo'yib qo'yib, muzlatib ketaverasizlar. 220 toki ham bor. Tefal ishlatsangiz ham bo'ladi obunachilar. Tak, keyingisi ikkinchi Tahoe'miz. Ikkinchi Tahoe'miz bu ham 23-24, kraskasi top toza bamperigacha, atiga 3500 km yurgan. Bu ham 4 ta vidishli, pnevma podveska, 7 kishilik kapitanskiy. Mana hozir salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Salonlari ham ideal holatda, hidi ketmagan mashinamizni hali. Salafanigacha zavodskoy turibdi, obunachilar. Ideal holatda mashinamiz. Bunda ham xolodilnik hamma narsa bor, 220 toklari bor. Semenniy zo'r mashina, orqa qismlari ham ideal turibdi. Mana monitorlari bor hammasida. Ikkalasi ham full varianti. 7 kishilik kapitanskiy semenniy, shahar ichida ham, dannig ham ideal variant. Obunachilar, Jeepda yuraman desangizlar, chisiya Amerikani mashinasi. Garantiyalari bor, 3 yilgacha 100 ming probeggacha zasvit qiladi. Bu mashinamiz defektlari chiqmagan, zo'r chiqqan. Obunachilar, 300 dan ham zo'r bu mashinamiz, Prado'dan ham. 60 sm katta bo'ladi 300 dan. Keyingisi Traves, operativniy mashina, hamma biladi, ideal вообще. 25 hisob ma'lumot, 23 tex pasport, atiga 6000 km yurgan. Kraskasi top toza, kurugoy tonirovkasi 10 oy bor. Mana salonlari, mashalloh, masli hali hidi ketmagan obunachilar. Qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Abduf, palaso upravleniya, fed-up, hamma narsa bor. Klimat kontrol, kruz kontrol,
orqalar kapitanskiy. Xullas ideal obunachilar bu ham. Orqalarini ham ko'ringlar. Semenniy zo'r mashina bu ham. Dandiga ham, shahar ichida yurishda ham operativniy mashina, juda ham zo'r ishlab chiqarilgan. Bu ham чистый Amerika obunachilar. Tak, buni narxini 48 ming dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Taxolarimizni 93 mingdan so'rayapmiz. Ularni ham kelishtirib choynak qilib beramiz. Barcha xizmatimiz bor, nasiya savdomiz bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Keyingi Sekanux. Mashinam 472 millionlik. Eng full varianti 24 salondan olingan. Kraskasi top toza, bamperigacha. Aji hali hidi ketmagan 7800 km atiga 23 ta pasport. Mashallah, mana turishiga qaranglar salonni. Abduf Palace upravlение Fedab hamma narsa bor, abagreftini ham bor, panorama lyuki bor. Idealniy holatdan orqalari ham zo'r turibdi obunachilar. Yana bemalol o'zingiz uchun tekshirib ko'rsatib oberasizlar obunachilar. Tak, propan balon qo'yilishtirilgan mashinamizga italyanskiy 1200 dollarga avtosalonda qo'yilgan garantiyali obunachilar. Buni narxini 36 ming dollar so'rayapmiz, yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Keyingisi Malibu Premier. Mashinamiz koreyskiy, legenda 22-chi ishlab chiqarilgan, kraskalari top toza. Bemalol tekshirib oberasizlar obunachilar. Atiga 8100 km yurgan. Idealniy holatda mana evakuatsiya qo'yib qo'yilgan, laminatsiyalar qilingan. Abduf bo'ladi, abagrev bo'ladi, 4 ta sidinadan bo'ladi. Sidina saqlangan bor. Xullas hamma navorati bor mashinamiz. Bu juda sinovdan o'tgan mashina bu ham. Orqa salafallari hali zavod yechilmagan ham obunachilar. Mashina hidi ketmagan, qirilgan, sirilgan joyi yo'q obunachilar. Buni narxini 37 ming dollar so'rayapmiz. Buni ham kelishtirib beramiz. Orqalari ham zapaskalar ham tushmagan mana. Masla mashallah turibdi, mashinam saqlangan. Obunachilar bemalol probeg kraska tekshirib olasizlar. Lebu mashinamizda probeg aylangan bo'lsa, kraskasi toza chiqmasa, tekinga beraveramiz. Har bitta mashinangiz bizdan olgan mashinangiz hammasi oformangiz tekin. Bizani faqat obunachilarimizga tekin. Kimga mana shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, Sanzaraftiga murojaat qilasizlar. Barcha xizmatimiz bor, nasiya savdomiz bor. Bu mashina shunaqa mashinasida bo'lsa agar tirikchilik ham olib qolamiz, yaxshi pullarga ham sotib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, past nomer qoldiramiz, bemalol narxlar bo'yicha gaplashamiz. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.